To'y bola ochgan ham uning katta bolasi. Annasiga aziz
ko'zingga o'zim qutlaydi keldim ey to'y bolajon to'yingga yana chiqdi toychog'ing jilovlari qo'lingga qirg'in ishlab qaraydi-ku jajjigina to'y bolaning bobosi bola bola to'y bola shirin bola shu bola 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 to'y bola shirin bola shu bola sarpolani yarash kerak jajjigina bek bola sarpolani yarash kerak jajjigina bek bola ko'zingmasin to'y bola ko'zmunchoqli ko'zingga o'zim qutlay deb keldim ey to'y bolajon to'yingga yana chiqdi toychog'ing jilovlari qo'lingga qirg'in ishlab qaraydi-ku jajjigina bo'yingga sarpolar yarashgan ey jajjigina bek bola
uni tishida ko'rganlarga assalom. Duolarim samoga uchdi misli kabutar, jannatlarda xayolan yurganlarga assalom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, aziz davradoshlar, barchangizni mana shunday go'zal daqiqalarda ajoyib kunlarda ko'rib turganimizdan bog'oyatda xursandmiz. Bugun o'zlarining qimmatli vaqtlarini ayamasdan bugungi to'yimizga tashrif buyurgan munis onaxonlarimiz, jasoratli otaxonlarimiz, aziz aka-ukalarimiz va jajji kichkitoylarimiz barchangizni mana shunday go'zal daqiqalarda Mustafoni 3 yosh tug'ilgan kuni bilan hamda sunnat to'ylari bilan tabriklab kelgan mehmonlarimiz barchangizni mana shunday go'zal daqiqalarda Behjonovlar sulolasida ko'rib turganimizdan bog'oyatda xursandmiz. Hammaning ham o'g'il qizi bor. Ilohim o'g'illari kuyov bo'lsin, qizlari kelin bo'lsin. Eng kamida mana shunday go'zal daqiqalarda diydor ko'rishish barchamizga ham birdek nasib qilsin deymiz va barchaga yana bir bora bugungi to'ylar muborak bo'lsin deb qolamiz. Go'zal navqiron viloyatimiz Xorazmda qolaversa, kundan kunga yangilikka, chiroyga o'ch bo'lib borayotgan Urganch shahrida mana ajoyib jo'ralar kafesida to'y marosimlari jo'shqin jarayonida desak mubolag'a bo'lmaydi va yana bir bora Behjonovlar sulolasiga bugungi to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Mana bugun farzand to'ylari bilan sevinayotgan Iroda opalarimizni tabriklaymiz, Salomatjon onalarimizni tabriklaymiz va Xorazm to'ylari tomonidan to'y kechamizni ochiq deya e'lon qilish uchun el-yurt ardog'idagi ajoyib insonlarimiz mana sulola boshi hurmatli Jumyoz opalarimizni hamda Rustamjon opalarimizni davraga, ya'ni davra boshiga taklif etamiz. Mana shu to'yimizni ochiq deya e'lon qilib, Mustafoga uzoq umr, baxt, saodat tilab qo'ysalar va to'y kechamizni ochiq deya e'lon qilsalar, juda ham bir maqsadga muvofiq bo'lardi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mehmonlar, qarindoshlar, akalar, opalar, singillar. Mana bugun sizni oqtuni sunnat to'yi ekan, yaxshi kunlar, yig'ilishib Xudoy shu bolalar uzoq umr, bol sadat kelmoqdam shuni fors o'ylatirgan to'ylarimdan bir hammamizdan nasib etsin, singlimni tabriklayman. Allohim hammangizni shu yillarga yetirsin. To'yimizni ochiqdan e'lon qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Men ko'naga gapmoq kerak bo'ladigan bu qaradimda. Yana bugun Behjonovlar, Yangiboyevlar sulolasida, Xalovatlar Rahimulloh sulolasida ila Mustafa abimiz. Shuna singlimiz Salomatlarning qizi endi janam qizi sog'ligi, Irodaxon. Shu katta bir bazinat bina hammangizni boshingizni bir yere kelib dasturxon tuzibdi. Avvalambor hammangizga приятный аппетит. Qolgan masala bo'lmasa aytaslar kelaveradilar. Shu Mustafoning uyine sünnet to'yindamiz. Bu bizden dilbaklardan mujika aylandingmi bu? Shuna kimning niyati olsa gelin peri tazirdan tayyorlanmayman. Gap yo'q. Hava. Ilohim shu yigit shu yangi o'lrak o'ylari o'tkilar, yaxshiroq joylardan joy topdilar Xudoim. Şu vaqtda yangi bu kimni ko'chasi yangi Salomatni ya Irodani demesin. Mustafa'nın köşesi ama olasın ha. Kunning bir emekçini o'xshab, Enverbek'tin bir müstahkem bir Irodalı yigit olib yetishsin. Alsın aldırmasın, tiyinle kaldırmasın. Hemmeyden şu gap. Hemmenin de yaxshi günler olsun. Xudoyim bir farzanda farzand bersin. Uylanmaylar uylansin. Turmuşa çıkmalar turmuşa çıksın. Ülkelere dere versin. Şu yakın yerler hemmasini yaktı olsun. Xudoyim yürüyüşümüzü kök görmesin. Bereketinden ayırmasın. Hemmeyze sağlık, amanlık, baylık, tüzlük, hatırcamlık, vakt ve Ahmet, iman ve etikat, insaf ve diyanet, güç, kudret, sabır ve kanaat kala verse, vakt ve saadet versin. Yaşa Xorazm, piro, açık, basa verinler. Sana dilin mazarı bulaversin, hemmet soya ete versin. Vicdanla ya parmakları canlı işlese yani Narat'ın altında. Şimdi oyuncu olsa şırkıntısına şırkıntı koşulsun verelim. Hemen izlikine koşulaversin. Alın aldırmam, tiyinde kaldırmam müzikler. Pilot. Katta rahmat, salomat bo'ling deymiz. Bildirgan tilaklaringiz yaratgan Allohlarga Xudo abadiy ijobat bo'lsin deb qolamiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, o'zingiz ko'rib guvohi bo'ldingiz. To'y kechamiz ochiq deya e'lon qilindi. Barchaga xush kayfiyat, ochiq ishlar tayyor bo'lsin deymiz va yana bir bora barcha sulola vakillarini bugungi to'ylar bilan tabriklaymiz.
Bugun mehmonlarimizning kayfiyatlari a'lo darajada, har bir mehmon xuddi o'zini uyida to'y bo'layotgandek xursand bo'lyapti. Va kayfiyatni yanada a'lo darajada qilish uchun navbatni DJ Romaga beraman va barcha opa-singillarimizni, aka-ukalarimizni, ayniqsa jajji ukalarimizni o'yin kulgu raqslariga taklif etamiz. Marhamat, DJ Roma. Şuna ben belengin. Göğüs göğsüne öteyim. Belki göğüs ötesem özünü. Öteyim mi? Hüseyin Bey. Belengin. Tahta çayısı alıp çıkar tahta çayısını. Hafta cebinden çıkar da alıyor. Bismillah. Demleme ki indi mi? Yine ne çakırayım oturmayı ki? Çapıda çapılgan. Hüseyin Bey. He? Çapı tosuyuz. Yok. Yani ki benim. Şimdi yanındayım. Ya. Çap taşı ne? Ezil. Ezgiler. Ne düşürme. Ne berber şönünde. Ne oldu onu ya? Müzik. Bana bakara. Bismillahirrahmanirrahim. Çöprak şuna. Kanan neleyin çakır ballanı. Salpasalı var mı? Ver işte köçeye ver. Köçeye ver. Chunki to'y yarashar hammamiz bo'ybarstimizga. To'y o'z nomiga yarasha to'y. To'yga kelgan mehmonlarimiz bir-birlari bilan o'zaro tanishib olishadi. Dasturxondagi noz-u ne'matlardan bahramand bo'lishadi va DJlarimizning go'zal xonishlaridan ham albatta bahramand bo'lishadi va bir so'z bilan aytganda madaniy xorlik olishadi desak ham mubolag'a bo'lmaydi va ajdar tabriklar sahifasini ochib e'lon qilamiz. Dastlabki tabrik so'zlarini Rohatchan xolajonlarimiz bizni bugun kechamizni ajoyib mehmon ekanlar. Xolajonlarimizdan ajoyib esingizda sizga. Assalomu alaykum. Qarindoshlar, qo'shnilar, qo'llari erlarga rahmat. Xudoyim sizlarnikidan yaxshi kunlarga obod nasib etsin. Xudoyim shunday to'ylaringizda bizlar ham xizmat etganmiz. Xudoyim shu o'g'illarni uylantirib, kichkinalarni kasib, sizlar ham rohat qilib yurib o'tiringlar. Katta rahmat, salomat bo'ling deymiz. Bildirgan tilaklaringizga biz ham qo'shilgan holda navbatdagi tabrik so'zlarni qabul qilib olamiz. Assalomu alaykum barmangizda. Omonda kelgan sog'liqli yaxshimi? Bugun kunimizni ofin kunida etgan ekanmiz. Hamma birgalikda o'ynab yurib o'tirganlar. Yurtimizning butun bolalarimiz sog' salomat bo'lsin. Katta rahmat, salomat bo'ling deymiz. Navbatdagi tabrik so'zlarini mukarram xolajonimizga aytamiz. Marhamat. Singlimni ortdan shunday qo'yib, Xudoyim kuylatar ishlasini yechagi. Birodar, Xudoyim yigit bo'lib, o'qimishli bo'lib, Xudoyim baxtini sog' salomat bergay.
Xudoyim sizlarni vaqtingizni sog' salomat yurib, bu o'qishlarga yurib, Xudoyim hamma sog'lig'ingizlar. Xudoyim rohat buyursin. Enverlikdan Xudoyim sog' salomat yashab o'tsin. Shu to'ylarimiz Xudoyim izilmasin. Yanında yana bir tapamız var. Xudoyim ona sünnetine yetirsin. Rahmet. Rahmat, salomat bo'ling deymiz. Navbatda yetarli so'zlarimizni Sulton Podsho Qorijonimizdan boshlaymiz. Yaxşı, sıfat sünnetine yetirdikken başından yetirdik. Ama yaxşı muğuy, okunuşlu muğuy, enesine, babasına meyil muhabbetli muğuy. Hem de şu toylarına Onajoninlarimizga alohida tashakkur etamiz eshitib qolarkanmiz. Bekzod aka, xush kelibsiz. So'z sizga. Katta rahmat, salomat bo'ling deymiz. O'zingiz tushundingiz nomidan Dilnoza opamiz hamda Yulduzxon opamizni eshitib qolarkanmiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari. Eronxonni bugungi ayyom bilan tabriklaymiz. Mustafa katta yigit bo'lib, ellikka yaroqli, ellikka naf beradigan inson bo'lib yetishishini tilab qolamiz va rohatini ko'rish nasib qilsin. Katta rahmat, salomat bo'ling deymiz. Niyat bildirgan, istak bildirgan mehmonlarimizga alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz va ularga alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz va yana navbatni DJlarimizga beramiz. Barcha mehmonlarimizni o'yin-kulgu raqslarga taklif etamiz. Marhamat, yaxshi dam olinglar. Qani xosiyat xalatlarni tushunamiz. Hop.
başlap tolgun taşlap senem can Bana tutak yasını giyip getirler Özü başlap tolgun taşlap senem can Bana tutak yasını giyip getirler Yaratıcılıkla gitsin bu cahan Bana tutak yasını giyip getirler Yaratıcılıkla gitsin bu cahan Bana tutak yasını giyip getirler Getirler, getirler, getirler Bana tutak yasını giyip getirler Getirler, getirler, getirler Bana tutak yasını giyip getirler Yüreki dostu valla. Çekirmene kıyak koyup beni ciger bağlarım oyun Çekirmene kıyak koyup beni ciger bağlarım oyun Sinirlerini dilip dilip akmasalı yar Hanımlar da yerine tutalım. Oba! Akmasalı yar geledi Sucu sucu yar geledi Merhaba Ayça. Geledi Sucu sucu yar geledi Akmasalı yar geledi Zimber bu cahan içler Gülçesiz ne derim ben Ömrümde güle ta ki soğuk Gülçesiz ne derim ben Boynuma kılıç gelse Kes gülçesiz ne derim ben Boynuma kılıç gelse Kes gülçesiz ne derim
düğmelerinde, erkekler dikeş düğmelerinde. Çapa çekin yar yetmez hiç adam, çapa çekin yar yetmez hiç adam. Yaramayı sen pişman adam,
Hazret falan. Salamat kalata gerek yok, salamadır ki. Стройная и симпатичная, осанка аристократичная, талантливая и тактичная, умеет классно рисовать. Ну вот беда, характер непростой, день ото дня каприз очередной. Ой, никак я не могу ее понять. Мне так и хочется сказать: девочка, стоп, не надо путать шалохов с ламбада, под окнами твоими серенада звучит от сердца моего. Девочка, стоп, не надо, поверь мне, я парень, то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Девочка, стоп, не надо путать шалохов с ламбада, под окнами твоими серенада звучит от сердца моего. Девочка, стоп, не надо, поверь мне, я парень, то, что надо. Хочу я быть всегда с тобой. Gel karşımda, gözü nece yaşında, şu kız nece yaşında, kaybolarım başında, kaybolarım başında. Su gelir başımdan, su gelir başımdan, Digirmanın başından, digirmanın başından, ikram falan aylasın, ama canım aylasın. Göz yine yaşından, göz yine yaşından. Baba, bak işte, kahve gerekli.
Конечно, будет. Оба! Шей! Давайте, ребята, зажигай. Оба! Поехали! Это для вас специально, для вас, ребята, девчонки. По-русски. По-русски. Наташа. Давайте. Оба. Снэп. По-русски. Отмазаться. Поднимается руку. Despacito remix. Come and move that in my direction. Yo tengo para such a blessing, yeah. Turn every situation in it. Cause I need to play for todo el manuscrito. Despacito. Quiero desvelar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que me enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Считай, положила тебя, пойдет специально для вас. Со сказкой детства он знаком. К нему она приходит в дом. И если что-то веришь, что добрый сбывается мечты, тебе все поздравления, что скажите, как его зовут? Всем рождения, желаем счастья. Oba! Rahmat, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Davrani to'ldirib o'ynagan mehmonlarimizga alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz va hurmatli xonimlar va janoblar, har bir narsani boshi bo'lgani kabi chiroyli yakuni ham bo'ladi. Mana shu to'yimizga yakun yasash maqsadida barcha Bekchanovlar sulolasi, sulola vakillarini davraga, ya'ni davra boshiga taklif etamiz. O'zlarining chiroyli niyatlari ila, ezgu istaklari ila mana shu to'y kechamizga yakun yasab olsak juda ham bir maqsadga muvofiq bo'lardi. Va sulola vakillarini barchalarini shu yerga taklif etamiz. To'y kechamizni ortiga olib kelishda yaqindan yordam bergan ijodiy hamkorlarimiz Jo'ralar saloni, Jo'ralar kafesi ishchi xodimlari, afsusandagi qizlariga alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz. Hamda mana bugun
Mustafoni sunnat to'ylariga yetkazdi. Yaratganga behisob shukrlar bo'lsin. Ilohim farz to'ylarida ham diydor bo'lishish barchamizga nasib etsin deymiz. Iroda opalarimizni tabriklaymiz. Barcha sulola vakillarini tabriklab qo'yamiz yana bir bora. Bekjon aka sulolasiga bugungi to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Mana shu go'zal daqiqalarni bir umrlik tarixiy tasmalarga muhrlab oluvchi professional operatorlarimiz, video montaj xodimlariga, ma'muriyatiga, shaxsan rahbariyatiga alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz hamda mana shu dasturxonlarni bizga taqdim etayotgan bir guruh oshpazlar jamoasi ustoz shogirdlariga barchalarga alohida tashakkurlarimizni izhor etib qolamiz. Bizga ajoyib taronalarni taqdim etayotgan DJ Romaga ham katta rahmat, tashakkurlar izhor etamiz va barcha sulola vakillarini shu yerga taklif etamiz. O'zlarining chiroyli niyatlarini, istaklarini bildirib qo'ysalar juda ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Ammajonlarimiz, xolajonlarimizni xizmatda yelib yugurib yurgan amaki pochalarimizni, doilarimizni shu yerga taklif etamiz. Bekjonovlar sulolasi barchasini taklif etamiz. Marhamat, so'z sizga. Mukarram opalarimizni taklif etamiz. Xolajonlarimizni barchalarini shu yerga taklif etamiz sizga. Yaxshi rahmat deganlarimizga. Xudoyim sizlarning uylaringizda sunnat to'y, beshik to'y, uylatish to'y bo'lib turg'ay. Xudoyim shu singlim sog' salomat yurgay bolalarimni vaqtaman. Hamma vaqtdan tutganlar Xudoyim to'ya buyursin. Shu singlimni ahqi Xudoyim Mustafoni umrlari uzoq bo'lg'ay. Ömürleri uzun boy, Xudoyim o'qishlarini girib, otasini, enasini, opasini Xudoyim rohatli buyursin. Yaxshi, rahmat. Yeganlaringiz uchun rahmat deyman. Hammangizga sog' bo'linglar. Xudoyim meni xonadonda to'y bo'lsin, yaxshi kun bo'lsin. Umarsa ömür dilerim. Sünnetine yetiriptim. Neyse onu toynam yeterge yapılan dilerim buna. Başka. Dayı sabır sünnet. Yaxşı. Yerleringiz kelmeyince rahmet. Ya bizim falan için bir meselede. Rahmet, yerleriniz mükemmel ki söyleyecekler. Mustafa'nı təbrikləyirik. Toyam doğulan günü İlayim 100 yaşları oturttum. Toylarından sünnet görüş nəsib etsin. İlayim mənim oğlum təzə sünnet toylarından görüş nəsib etsin. Əməliyyə rahmet edin. Mustafa'nın hem doğum günü, hem sünnet İlayim şola baxtlı, sadakatli olup, ata-anasına yaxşı xizmat etsin, o'qishli bo'lsin, baxt tilaymiz, sog'lik tilaymiz. To'ylar muborak. Rahmet. Sağ olun. İrodaga Katta rahmat, salomat bo'ling deymiz. Va barcha sulola vakillarini, barcha ijtimoiy muxbirlarimizni, jadidlarimizni mana shu sharoitlar oldiga taklif etamiz.
tabriklar oldiga taklif etamiz va Mustafa tomonidan ajoyib qurilishlarimizni qabul qilib olamiz. Marhamat. Qo'llarimiz bo'sh bo'lsa, Mustafa ukamiz uchun bir chiroyli qarsak bo'lsin. Много светлых дней со свечами большой бюро и шампанское под дорогой. Сколько будет земля кружить, сколько будем жить. Днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний, исполнения и миллион ночей дней. Днем рождения, любви такого окружения и чумового настроения и самых преданных друзей. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний, исполнения и миллион ночей дней. С днем рождения, любви такого окружения. Katta rahmat, salomat bo'linglar. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Aytsincha Mustafani mana bugun sunnat to'ylarida ko'rishdik. Bor to'ylarda diydor ko'rishguncha omon bo'linglar. Ömerbek, Temur, oturmak biraz. Bolaga to'yona olib kelgan dadasi, nabiram deb toy yasatgan uning katta onasi. To'y ketidan ergashadi mahallaning kuy bolasi, rajoboni tutgan uning kelin ayasi. To'y ketidan ergashadi mahallaning kuy bolasi, rajoboni tutgan uning kelin ayasi. Bola bola to'y bola, shirin bola, sho'x bola. Bola bola to'y bola, shirin bola, sho'x bola. Sarpolar yarashgan, jajjigina bek bola. Sarpolar yarashgan, jajjigina bek bola. To'yinsa to'y bola, yayrab ketar onasi. Zarfashadi jiyanim deb, uni suygan xolasi. Hammasiga aziz doim jiyanining bolasi. To'y bola opishgan ham uning katta tog'asi. Hammasiga aziz doim jiyanining bolasi. To'y bola opishgan ham uning katta tog'asi.
toy bola, shirin bola, shu bola. Bola bola toy bola, shirin bola, shu bola. Sarpolar yarashgan, jajjigina bek bola. Sarpolar yarashgan, jajjigina bek bola. Toy chavul chopib yurgan toy bola, shirin bola, asal bola, shirin bola, shakar bola, toy bola, toy chavul chopib yurgan toy bola, shirin bola, shakar bola, toy bola. Muhammadga ummat bo'lgan ey boy bola.